Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 7 yanvar 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 16 so'm 35 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 11.968 so'm 59 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.196.859 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.2% ga tushdi. Yevro 56 so'm 21 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.020 so'm 1 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.402.001 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.3% ga oshdi. Rossiya rubli 7 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 74 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 147.740 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 6.5% ga tushdi. Britaniya funti 133 so'm 28 tiyinga oshdi. 1 Britaniya funti 16.200 so'm 68 tiyin bo'ldi. Endi 100 Britaniya funti 1.620.068 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Britaniya funti 1.2% ga oshdi. Xitoy yuani 2 so'm 83 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1713 so'm 67 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1.713.670 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1.0% ga oshdi. Koreya voni 1 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 27 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8270 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 1.5% ga oshdi. Yaponiya yeni 37 tiyinga oshdi. 1 Yaponiya yeni 76 so'm 54 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Yaponiya yeni 76.540 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Yaponiya yeni 1.1% ga tushdi. Turk lirasi 37 tiyinga oshdi. 1 Turk lirasi 278 so'm 5 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Turk lirasi 278.050 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Turk lirasi 1.4% ga tushdi. Qozog'iston tengesi 1 tiyinga tushdi. 1 Qozog'iston tengesi 23 so'm 34 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qozog'iston tengesi 23340 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qozog'iston tengesi 2.0% ga tushdi. Qirg'iziston so'mi 19 tiyinga oshdi. 1 Qirg'iziston so'mi 136 so'm 87 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qirg'iziston so'mi 166.870 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qirg'iziston so'mi 0.1% ga tushdi. Tojikiston somoni 5 so'm 26 tiyinga oshdi. 1 Tojikiston somoni 1295 so'm 30 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Tojikiston somoni 1.295.300 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Tojikiston somoni 0.5% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 15 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 81 Rossiya rubli 1 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 8101 Rossiya rubli 12 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 6.7% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan ko'rishguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.